1 kilovat quyosh paneli narxi 2,5 million so'm. Shu va shunga o'xshagan videolar juda ko'p chiqyapti. Kimdir 2,5 million deydi, kimdir 3,5 million deydi, kimdir telefon qilsangiz 4,5 million deydi. Boshingiz qotib ketgan. Qaysi biri to'g'ri gapiryapti, qaysi biridan olsam ekan. 1 kilovat 10 grid quyosh paneli o'zi asli narxi nech pul? Voltberg jamoasi hech qachon hech qaysi klientga 1 kilovat narxini aniq aytmaydi. Sababi bu individual narx hisoblanadi. Avvalo, sizning uyingiz boshqaning uyi bilan farq qiladi. Har tomonlama farq qiladi. Biza borib o'rganamiz, loyiha qilamiz, hamma narsani boricha hisoblaymiz. O'shandan keyin kelib chiqqan narx bo'ladi. Ikkita yonma-yon qo'shnini birinchisiga 1 kilovati 4 million 900 dan chiqqan bo'lsa, ikkinchisiga 1 kilovati 4 million 300 dan chiqdi. Sababi buniki 4 qavat, buniki 1 qavat. Buniki счётчиga uzoqda joylashgan, buniki yaqinda joylashgan. Ya'ni shunaqa narsalar bor. Biza hech qachon 1 kilovat narxini shablonli qilib, hammaga tushadigan qilib bir xilda aytmaymiz. Sizga ham shuni tavsiya qilib qolaman. Quyosh paneli bu individual narsa hisoblanadi. Har bitta obyekt uchun alohida hisoblanadigan, alohida loyiha qiladigan va shunga qarab narxi chiqadigan narsa. Endi kilovatida narxi o'zgarishlari va nimaga qimmat, nimaga arzonligini bilmoqchi bo'lsangiz, men sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda sizga yana qo'shimcha farqlarini aytib beraman.